Akalar, mana yangi kelganlar bor, yangi ko'ra-ko'rlar bor. O'rtoqlar, mana shu Qo'qonga qaysidir yaqin qishloqqa bitta aka bor ekan. Jigar Seroz ekan, 3 ta farzandi bor ekan, o'rtoqlar. Assalomu alaykum, qadrdonlarim, yaqinlarim, akalarim, ukalarim. Bugun biz akajon Qo'qon, Farg'ona, Qo'qon mashina bozoriga Qo'qonlik, Farg'onalik akalarimizdan tushgan, mana tirikchilikdan tushgan mablag'ni, bugun savdo qilgan pullarimizni bir akamiz og'riyotganda, qiynalib, yoki shu bilan aytdim, 3 ta farzandlari bor. Yetim qolmaslikka yordam beraylik. Juda og'ir ekan, men kasallik qog'ozlarini ko'rib chiqdim. Aka og'ir ahvollari. Jigar bilan o'ynash bo'lmaydi, o'rtoqlar. Shu akamizning farzandlari Xudo xolasa umralarga jo'natish nasib qilsin. Akajon, mana bu mablag' oz bo'lsa, ko'p o'ynab ko'rasiz. Akajon, yaxshi kunlarga doim kelaveradi. To'ylar qiling, Xudo xolasa aka. Bu kunlar har bir og'ir sinov. Assalomu alaykum Bekzodjon. Yaxshimisiz uka? Sog'ligingiz yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Oila a'zolari, farzandlaringiz, ota-onalaringiz hammalari yaxshimi? Ro'zalar bilan charchamasdan, toliqmasdan xalqning xizmatida yuribsizmi? Bekzodjon, men esingizda bo'lsa, Qo'qondan hozir telegramingizni topib, ovozli xabar qoldiryapman. Esingizda bo'lsa, meni xonadonimga kelgandingiz, haligi bir sinfdosh do'stlarim bilan menga ehson qilib ketgandingiz. Esingizda bo'lsa, Muhammadjon aka 3 ta farzandi deb Instagramda ham nima qilgan, rolik qilgandingiz. O'sha akangiz men bemor. Bekzodjon, rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Mana Hindistonga borib kelib, yaqinda qaytib keldim. Operatsiyadan chiqib, Xudoga shukr, yaxshiman. O'shanga minnatdorchiligimni bildirib qo'yay deb ko'ngillagandim. Hozir qizim orqali izlab yurib sizni shu telegramingizni topdik. Shunga ovoz xabar qoldiryapman. Salomat bo'ling. Alloh hamisha xonadoningizda fayz va baraka armasin. Farzandlaringizni kamolini ko'ring, birodar. Ota-onangizda, xalqimizning duosida, doim xalq xizmatida bizga qangilar ko'nglini ko'tarib yurishlik doim sizga nasib qilsin, uka. Allohga omonatsiz. Akalar, mana yangi kelganlar bor, yangi ko'ra-ko'rlar bor. O'rtoqlar, mana shu Qo'qonga qaysidir yaqin qishloqqa bitta aka bor ekan. Jigar Seroz ekan, 3 ta farzandi bor ekan, o'rtoqlar. Assalomu alaykum, qadrdonlarim, yaqinlarim, akalarim, ukalarim. Bugun biz akajon Qo'qon, Farg'ona, Qo'qon mashina bozoriga Qo'qonlik, Farg'onalik akalarimizdan tushgan, mana tirikchilikdan tushgan mablag'ni, bugun savdo qilgan pullarimizni bir akamiz og'riyotganda, qiynalib, yoki shu bilan aytdim, 3 ta farzandlari bor. Yetim qolmaslikka yordam beraylik. Juda og'ir ekan, men kasallik qog'ozlarini ko'rib chiqdim. Aka og'ir ahvollari. Jigar bilan o'ynash bo'lmaydi, o'rtoqlar. Shu akamizning farzandlari Xudo xolasa umralarga jo'natish nasib qilsin. Akajon, mana bu mablag' oz bo'lsa, ko'p o'ynab ko'rasiz. Akajon, yaxshi kunlarga doim kelaveradi. To'ylar qiling, Xudo xolasa aka. Bu kunlar